Dunyoning ishlari. O'tkir Hoshimov. Tasalli. Qabriston jimjit. Faqat yo'lakning ikki chetida saf tortgan mirzateraklar, qabr ustiga bosh ekkan farzandlardek onaga orom tilab alla aytadi. Ularning mungli shivirlashi tilovat sadolariga qo'shilib yurakni ezuvchi ohangga aylanadi. Oq surp yaktak kiygan, mosh guruch soqoli o'ziga yarashgan go'rkov yuziga fotiha tortib o'rnidan turadi. Bo'ldi endi bolam, bunaqada o'zingizni oldirib qo'yasiz. Dunyoning ishlari shu ekan, iloj qancha? U bir zum indamay qoladi-da qo'shib qo'yadi. Voliday mehriboningiz xo'p yarliqagan odam ekan. To'shakda yotmabdilar, birovga zoriqmabdilar. Bunaqa beozor o'lim har kimga ham nasib etavermaydi. Nami qurib ulgurmagan tuproq uyumiga tikilgancha o'ylayman. Ehtimol shundaydir. Onam bu dunyoda kam suqumgina yashardi. Hech kimga ozor bermasdi, hech kim bilan hech nimani talashmasdi. Ehtimol tabiatning eng shafqatsiz elchisi bilan ham olishib o'tirishni xohlamagandi. Ehtimol. Ko'rdingizmi, deydi qariya o'ychan ohangda. O'sha kuni kechasi bilan jala quyib chiqdi. To qabrga qo'ygunimizcha tinmadi. Qo'yishimiz bilan charaqlab oftob chiqdi. Bunaqa ruhi pok odamlar kam bo'ladi bolam, men bilaman-ku. Ehtimol shunday hamdir, balki odamlarning dardiga sherik bo'laverib ko'nikib ketgan bu nuroniy qariya kerakli paytda har kimga ham ana shunday tasalli so'zni aytar. Rahmat senga otaxon. Ertami kechmi har kimning ishi tushadigan mana shu qo'llaring uchun rahmat. O'rtanib turgan yurakka suv sepa biladigan mana shu hamdard qalbing uchun ham rahmat. Faqat hamma gap yomg'irda bo'lsa, yana aqalli 3 kungina onamning umri cho'zilsa-yu, keyin yomg'ir emas muttasil tosh yog'sa ham rozi edim. Bir hafta bo'ldiki do'stlarim, tanish-notanishlar eshikdan ma'yus kirib kelishadi. Do'stlarim jimgina o'tirib, jimgina chiqib ketishadi. Boshqalar ohista so'raydilar. Necha yoshda edilar? Men aytaman u o'ylayman. Onaning yosh qarisi bo'ladimi? Mehrining yosh qarisi bo'ladimi? Shafqatning-chi, sadoqatning-chi? Ilgarilari bir haqiqatni bilardim. Ona uchun bolaning katta kichigi bo'lmaydi. Endi yana bir haqiqatni angladim. Bola uchun ham onaning katta kichigi bo'lmas ekan. Ona ekan. Unga boshqa sifat kerakmas.